Voy, Jamshid aka, bu g'ishlarni ko'pligini shuncha g'ishni nimaga olib kelib qo'ydik qurilishimizga? Botir og'a, xudo xohlasa, birinchi blogimizdagi 10 qavatni tugatdik, ustini yopib, beton ishlari, undan tashqari g'isht ishlari va undan ham zo'ri xonalarni bo'lish ishlari hammasi bitdi. Demak, Jamshid aka, birinchi blogimizni eng oxirgi qavatiga ham chiqib yopib tugatdik va beton ishlari, g'isht ishlari, ichki xonalarni perigar o'tganlarni bo'lish ishlari ham tugadi demak, shunaqami? Xuddi shunday. Endi bu g'ishtlar nimaga unda, Jamshid aka? Bu g'ishtlarimiz xudo xohlasa 5-qavatga chiqib ulgurgan ikkinchi blogimiz uchun. Demak, bu 5-qavatga chiqdi ikkinchi blokda. Bu hamma g'ishtlar, undan tashqari betonlarni ham ko'ryapman, Jamshid aka. Temir beton plitalari ham plitalari ham mana shu blogimizga уже zapasi bilan olib kelib qo'ydik, tushunishim bo'yicha. Xuddi shunday. Ko'rganinglarda, Yakkasaroy loyihamizda qurilish ishlari juda ham avjida va qizg'in ketmoqda. Undan tashqari mana g'ishtlarimiz, beton plitalarimizni zapasi bilan olib kelib qo'ydik. 5-qavatga chiqdik. Bu loyihamizni bu yil oxiriga topshirishni reja qilgandik. Demak, qurilishimiz hozir o'zini tempida ketyapti. Xudo xohlasa, qurilish jarayonlarimiz juda avjida. Undan ham tashqari sizga yana bitta yaxshi yangiligim bor. Hozir bu yerdan chiqib Oydin Tower loyihamizga ham borsak, undan ham zo'r yaxshi yangiliklarni sizga aytaman. Bu videoni Olmaliq shahridagi 5-1 dahasdan uyamoqchi bo'lgan tanishlaringizga yoki bo'lmasam, bular qurib berisharmikin yoki qurib berishmasmikin deb yurgan tanishlaringiz va qo'shnilaringizga bu videoni jo'natib qo'ying. Like bosib qo'ying.